Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Bag'at kommunaga keldik. Bu yerga 2 dona temir eshik o'rnatdik. Milliy fasonda ishlangan. Eshigimizni asosiy qismi ikkilikli listan, simfoniya listan ishlandi. Ustuna bezak berib, milliy fasonda 1.8 listan lazer aparatda o'yib ishlab berdik. Bu yerlarga keladigan bo'lsak, nijvekalardan ishlandi. Ko'pchilik joyi ko'rinish beradigan joylarni chiroylatib nijvekadan ishlab berdik. Arka tarafı alikafon oldu. İçer tarafına listin arkasına 2 milimetrelik avtomobilin şumka basıp verdik. İçine bazat koyup verdik. Profillerin içine steklavata dıkıldı. Hemen cayı izolyasiya bo'lgan 2 kat rezinkelerini basıp eşikimizə en yaxşı kullaplardan 3'ten koyup verdik. Paçnikli, yaxşı brandevi kullaplardan koyup verdik. Eşikimizin aynalarına geldiğim olsak 2 kat adli ak şişeden oldu. Steklav paket bulup çıktı. Akban 2'de. Bunlar ham JTO'za basıp çıraylatib o'rnatib berdik. Eshigimiz yine açıp beklenişini görüşünüz mümkün. Ağır, səldəmli, yaxşı bo'lib chiqdi. Teylərine gəladigan bo'lsak, bosaqalari şiviller bo'ldi. Profillerini 1.8'lik stenada 6.4'lik profillardan ishlab berdik. Bu birinci eshigimiz, ikkinchi eshigimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu ikkinchi eshigimiz bo'ladi. İkisi ham bir xil razmerda bo'ladi. Pasomu, dizayni hammasi bir xil. Bo'lgani eshigimizni lev pravisida farqi bor. Bu chap ochiladigan bo'ldi, proxodga qarab buni o'ng ochiladigan aytib berdik. O'zlarimiz planlashtirib, Nodirbek aka bilan gaplashib, shunga qarab ishlab berdik. Arka taraflarini ko'ring yana. Alikafon. Eshikni qalini 4,5 sm. Nijvekalarni basib, chiroylatib yana bit bilan ertangi bugun qo'lni kesadigan bo'lmadi. Bu şu yana aytganimiz uchun ikkilik list bo'ldi. Ustiga 1.8'lik milliy fasonda listlardan o'yib ishlab berdik. Ustini steklav paket etib, framogalarni milliy fasonda ko'rinishlarni bir xil ishlab berdik. Ablan eshiklar 15 sm, depasining koronasi 20 sm. Nodirbek aka, endi bir baho bering, necha eshikka? Eshiklarınız şu ko'ngildagini deyin. Biroq şu YouTube'dan ish ko'rgan bo'lsak, şu eshikka kelib tursiz, rahmat. Sifati ko'nglingiz o'rnadimi? Sifati молодец, ajoyib, şu normalniy, şu o'zingiz bize YouTube kanalida ko'rgan deyin. Sifatlar ham nelar ham, shumkalar ham ajoyib. Bellarni yana yangilik kirgizsiz, молодец. Bu ishni aytmadingiz, to'g'rimi? Ben aytmadım lekin. Ben o'zingiz size dediniz, shunday deb uzatib kelaman dediniz. Ben ishondim, size ek geldiniz yine vaqtında, nesinde, hammasi ajoyib. Doğru. Kanalımıza rahmet sizlarga, salomat bo'linglar. Mana Nodirbek aka, ko'rgan bo'lsangiz, bu ajdarni ham yangilik etib, milliy fasonda o'lgan gullari bu ko'pincha suv harakati o'rnatilar edi-mi? Bularni ham men vakillar bilan молодец. bir yangilik etib keldik size. Rahmat. Reklama uchun bir bularni olib, choy bo'lgan vaqtda bemalol yazdırıp yuvib, yana joyini ilib qo'yarasiz. молодец. Shu dekorativni yo'llarni ham sizning uchun, klientlar uchun, bizdan podpischilar uchun aytibmiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, eshik kerak bo'ladigan odamlarga jo'natib qo'ying. Обязательно. Like bas. Rahmatjon YouTube kanalında, Instagram kanallarında, bütün Telegram hemmeziginde var Rahmatjon'un. Nere varsa videolarını koyup, netip işlerde obzor atıp, realni ko'rsatib boramiz o'z vaqtida. Sifat. İşiniz sifatli bo'lsa shu ko'rsatish kerak ham. Ko'rsatib elga nega ana olsin. Rahmatjon mesela shunday ishlarda keldilar, mendan ko'radi, boshqadan ko'radi. Bizlar ham YouTube'dan ko'rib netdik Rahmatjon kanalini. Doğru. Ko'rib tursa, hech qanday bir uyushtirilgan emas. Shu o'zimiz kelib, gaplashilgan holda klientimiz bilan o'rnatib turibmiz, topshirib turibmiz. Nodirbek aka, har holda salomat bo'ling. to'ylarga kelib chiqing. Rahmat. Sizlar ham to'ylarga kelgansizlar. Men ham pulga razisiz. Roziman, Xudoga shukr. Yaxshi, sizlar ham rozi bo'linglar, minnatlaringizlar. Rozimiz. To'ylar chiqib keling.